sizlar bilan yana o'sha eng og'riqli nuqta bo'lmish, ya'ni Kanadaga kirib kelish masalasida V1 ya'ni o'sha 10 yillik multiviza haqida gaplashamiz. Sizlarga bugun bor haqiqatlarini gapiraman. Hozir mamlakatimizda, ya'ni o'sha O'zbekistonda bizga o'sha konsalting firmalari taklif qilayotgan 10 yillik multiviza. Bu o'zi qanday viza, kimlar keladi va bu viza bilan nimalar qila olishimiz mumkin? Demak, bu 10 yillik multiviza faqatgina turistlar uchun. Ya'ni siz mamlakatga 10 yil mobaynida faqatgina turist sifatida kirib chiqib ketish imkoniyatingiz bo'ladi. Endi 10 yil mobaynida deganimizda bu 10 yil kirganimdan keyin 10 yil yashasam bo'ladimi? Yo'q, bunday narsa yo'q. Chunki siz Kanadaga kirayotgan vaqtingizda immigratsiya ofitserlari sizga o'sha chiqib ketish vaqtingizni albatta belgilab qo'yadi. Ya'ni Kanadada sen palon payt yura olasan yoki bo'lmasam shuncha oy yura olasan degan narsani albatta pasportingizga pechat asosida yozib qo'yishadi. Agar siz o'sha belgilangan vaqtda chiqib ketmaydigan bo'lsangiz, demak o'sha chiqib ketayotgan vaqtingizda demak sizdan so'raladi nima sababdan qonun buzganligingiz va sizga 10 yillik ban, ya'ni zapret qo'yilishi mumkin bo'ladi. Yana bir ochiq haqiqatlardan biri shundaki, juda ham ko'plab insonlar hozir menga yozishyapti, ya'ni o'sha turist viza menga taklif qilishyapti. Aynan mana shu turist viza bilan borsam bo'ladimi? Yoki bo'lmasa mana shu turist viza bilan borib ishlasam bo'ladimi degan narsani taklif yozishyapti menga. Ochig'ini aytaman, siz turist viza bilan Kanada mamlakatiga kirib kelishingiz mumkin, lekin ish topish juda ham muammo aynan turist vizasi bilan. Nimaga? Chunki Kanadada qonunlar juda ham yaxshi ishlaydi. Davlat sistemani, ya'ni o'sha tuzilmani shunday qo'yganki, har bir joyga borganingizda, demak sizda o'sha agar ishlaydigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam qandaydir bir ish qidirayotgan bo'lsangiz, sizdan albatta ishchi viza yoki bo'lmasam ishga bo'lgan ruxsatnoma so'raladi. Endi hozir bizga ular nima deyapti? 10 yillik viza olasan, 10 yillik viza olganingdan keyin borasan bemalol u yerda mana shu 10 yillik vizani ishchi vizaga almashtirsang bo'ladi. To'g'ri bo'ladi, kimdir mana shu ishni qilgan bo'lishi mumkin, lekin ushbu ishni amalga oshirish uchun kamida sizda 6-7 oy vaqt, undan tashqari juda ham katta iqtisodiy taraflama, demak sizdan pul talab qilinadi bu narsa, chunki bu oddiy narsa emas. Undan tashqari siz ish beruvchi qidirib topishingiz kerak bo'ladi. Bular esa hammasi juda ham katta muammolar. Endi hozir sizga gapirayotgan gaplarimdan juda ham ko'pchilik o'ylaydi, ha, sen o'zing borib olgansan, qolganlarni kelishini xohlamaysan degan narsalar ham juda ko'p eshitamiz yoki bo'lmasam kimgadir bir ma'lumot beradigan bo'lsak, ular xuddi shu gapni gapirishadi. Yo'q, Kanadaga kimdir kirib kelsa xursand bo'lamiz. Nimaga? Chunki o'zbeklar ko'payyapti, o'zbek hamjamiyati rivojlanyapti degan narsani biz juda ham xursand bo'lamiz kirib kelishsa. Lekin ular ham xuddi bizga o'xshab qiynalishmasin yoki bo'lmasam bizda boshimizdan o'tgan muammolar ularda duch kelmasin degan holatda mana shu videolarni tayyorlashga qaror qilganmiz. Yana qaytadigan bo'lsak, mana shu konsalting firmalar demak bizga taklif qilishyapti 10 yillik viza. Xo'p, 10 yillik vizani olayotgan vaqtimizda yana bir katta muammolardan biri shuki, ko'p insonlar 10 yillik viza olgandan keyin Kanadaga bo'ldi, men shunday kirib ketaman deb o'ylashyapti, lekin bu ham juda ham katta xatolardan biri hisoblanadi. Chunki albatta Kanada davlatiga qo'nishingiz bilan aeroportda sizda immigratsiya xodimlari siz bilan suhbat qiladi. Ana shu suhbat davomida sizga o'sha vizani tayyorlab bergan firma yoki bo'lmasam qanaqadir inson yoki bo'lmasam qanaqadir konsalting yo'nalishi bo'yicha ishlaydigan shaxslar demak sizni haqingizda anketa to'ldirishgan ular va sizni qanaqadir bir juda ham bir kuchli insonni ko'rsatishgan. Endi u anketa immigratsion ofitserlar qo'lida bo'ladi va siz bilan aynan mana shu hujjatlar bo'yicha savol-javob qilishadi. Hattoki bir dona savolga berilgan noto'g'ri javob ham demak sizni Kanadaga kiritmaslikka sabab bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam demak sizda o'sha 10 yillik taqiq qo'yishga sabab bo'lishi mumkin. Yo'q, men borib olsam bo'ldi, immigratsiya xodimlari hech narsa qila olmaydi desangiz, bu noto'g'ri fikr, chunki immigratsiya xodimlari bu yerda shunaqa bir kuchga egaki, ular qilgan qarorni hech kim o'zgartira olmaydi. Hattoki ularni sudga berib,
ular ustidan ariz yozgan taqdiringizda ham immigratsiya xodimlari bergan taqiqni yoki bo'lmasam ular qo'ygan zapretni hech kim olib qo'ya olmaydi. Shu sababdan albatta Kanada davlatiga kirib kelishdan oldin sizda 10 yillik viza olgan bo'lsangiz, kim bilan qilishingizdan qat'iy nazar o'sha inson yoki bo'lmasam o'sha firma bilan gaplashib, mana shu anketangizni ko'rib chiqing. Ya'ni kim sizni qanday shaxs qilib ko'rsatgan, u yerda sizga qanday ma'lumotlar berilgan, ana shu ma'lumotlar haqida to'liq ma'lumotlar olishga harakat qiling. Undan tashqari yana bir katta qilinadigan xatolardan biri bu aynan mana shu immigratsiya ofitserlari oldiga borganimizda, demak o'sha bizda Kanadada demak o'sha turist bo'lib kiryapmiz biz. Demak bizda turistik ma'lumot bo'lishi kerak. Ya'ni kim o'sha qancha aylanib yurmoqchisiz, qayerlarga bormoqchisiz, nimalar qilmoqchisiz, bularni hammasi sizda rejalashtirgan bo'lishi kerak va mana shu rejalaringizda ofitserga aytib berishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari albatta oldingizda yetarlicha miqdorda, ya'ni kim o'sha 3 oyga kelyapsizmi, 6 oyga kelyapsizmi, 15 kunga kelyapsizmi, mana shu oraliq masofaga yetadigan miqdorda albatta sizda pul bo'lishi shart. Chunki ofitserlar albatta buni ham tekshirishadi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, turistik viza bilan Kanadaga kelishingiz mumkin. Bemalol aylanasiz, bemalol istagan joyingizga kirasiz, hordiq chiqarasiz, hamma shaharlarga borishingiz mumkin, lekin ishlay olmaysiz. Mana shu joyda ko'pchilik aytishlari mumkin, meni falon tanishim borib ishlayapti yoki o'zim bukun tanishim borib ishlayapti Kanadada, aynan turistik viza bo'yicha deydigan bo'lsangiz, unda nima deydi? Bo'lishi mumkin. Ya'ni 100 tadan 2 ta odam, 100 tadan 3 ta odam aynan turist viza sifatida Kanadaga kirib kelib, demak uni o'sha ishchi vizaga aylantirgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam ular faqatgina naqd pulga vaqtinchalik ishlarda ishlayotgan bo'lishi mumkin. Lekin oldingi videolarda aytib o'tganimdek, demak Kanada davlatida yashash anchagina qimmat mamlakat, hattoki o'sha eng rivojlangan mamlakatlar, ya'ni kim Liechtensteindan yoki bo'lmasa mana bu Amerikadan yoki bo'lmasa Yevropa mamlakatlaridan anchagina qimmat bu yerlarda yashash. Shu sababdan demak agar sizda doimiy ishlash joyi va doimiy daromad bo'lmasa, demak Kanada davlatida yashashga demak sizda ozgina muammolar kelib chiqishi mumkin. Yaqinda bir shu izohlarda bir kommentni o'qib qoldim. O'zbeklar borib olib, u yerda hamma yo'lni asosini chiqaryapsizlar. Shu sababdan qolganlarga viza bermayapti degan narsani eshitdim. Yo'q, unday emas. Bu yerda o'zbeklarni juda ham millat sifatida, el sifatida, odam shaxs sifatida juda ham hurmat qilishadi. Shaxsan o'zim qancha Kanada fuqarolari bilan gaplashgan bo'lsam, so'rashadi. Qayerdansan deydi, Osiyodanman. Qaysi mamlakatdan desam, O'zbekistondanman desam, demak ularda albatta hayrat bo'ladi va nahotki Kanadada ham o'zbeklar bor, biz ko'rmagan ekanmiz, sizlarga juda ham hurmat qilamiz degan nima deydi, maqtovlarni ham eshitaman. Albatta bundan juda ham xursand bo'laman. Shu sababdan nimadir fikr qilishdan oldin albatta o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni biz bu yerda nima qilyapmiz?